Zuhra Yıldız Toyxana tarafdan gelişte yine şu zanadan öteceğiz yine şöyle kaptanındaki taze asfalt köşeden girip barası. Asfalt bulan köşeyle. Bir yan tarafımızda Hamza Mektep var. 45. sallı mektep. Şu taraftan gelişte. Assalamu alaykum, bereket olsun. Kanala abone olarak hammayıza hayırlı gün. Şu joyni satıp alsam, coşamanla bir yakınlara yine şu videonu tarqatib koyun. Videoga bir dana like basın, danışmışlara maksimalli videonu taşak koyuş yaddan çıkmasın. Bereket olsun kanalına podpiski basıp koyun. Mənzil Zuhra Yıldız Toyxana yanından, yine bir Kitar Zdanyanın yanından gidip Kitardan köçede, taze asfalt köçe. Bir de gazdan, svetten, sudan muamma yok. Mektep, disat, yak Moskva ve Podmoskvada yürüyen yurttaşlarımız için işonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Murojaat uchun pastdagi WhatsApp nomeriga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Yine joyni tashqi görünüşüne umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hozir ichki planlarni ham qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Bir de chiroyli qilib navis qilib qo'yibdilar, mashinalarni gezib qo'yarasiz xudo xolasa. Hammaga shunday chiroyli uylarda yashash nasib etsin. Yine bir de keyin ocaqlari bor. Chiroyli qilib Toshkent bosonga aytib qo'yibdilar. Birini zelyoniy zona qilib chiroyli qilib qo'yasiz. Yine bir de joyni tashqi görünüşü. Umumiy yer maydoni 9 sotik. Şu joyni sotib olib, joy topib berish nasib etsin size. Joyni görünüşüne bir baha berasiz, like basasiz, nasib etsin deb niyat qilib qo'yasiz xudo xolasa. Hammaga shunday chiroyli nasib etsin. 10 qo'lda oshxonasi. Oshxonaning görünüşüne umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mebellari hammasi qoladi. Egasining nomerini videonun sarlavhasida yozib qoldiraman, bemalol egasini aloqaga chiqasiz. Bir de spalniy joy. Bir de spalniy xona, yangi yo'la, yotadan ajoyib ko'rinishda ishlangan. Bu yerda sanuzeli. Sudan, sovuq sudan muammo yo'q. Ko'rlasizlik, dizaynlari chiroyli chiqqan. Bir de keyin zal. Xudolar kelganda kutib olib, chiroyli qilib, xudo xolasa, shu stol ko'rsida o'tirib, mehmon etasiz. Xudolarni. Aka-ukalar, jigarlar hammaga shunday joylarda yashash nasib etsin. Zal, 2 tane zal var bir de. Bir de erkeklarni kutib oladigan bo'lsangiz, bir de ayollarni kutib olaverasiz bemalol. Hammaga shunday ajoyib ko'rinishdagi joy nasib qilsin. Hamma narsasi qoladi deb turibdilar egasi. Egasi bilan kelishaverasiz. Zal ham chiroyli qilib ishlangan. Bir ham mehmonlarni chiroyli qilib kutib olasiz xudo xolasa. Keyin bezetki bor. Lesnitsadan ham alohida e'tibor berasiz. Pardalarni ham chiroyli qilib qo'yibdilar. Joyning umumiy narxi $155,000 aytilib turibdi. 1-2 so'm hayrana qaytirib kelishib beriladi. Jo'shmaydigan joylarga aynan shu videoni tashlab qo'ying. Bu egasi jo'shadigan odam. Shu joyni sotib olsa, jo'rangdan bir jo'shak bo'lib ketadi. Bir xona. Bir xona. Bir de yana bir xona. Bir de balkon. Bu yanda keyin bir xona bor. Bir de kichkina kladovka hisobida qo'yibdilar. Bir yanda keyin katta deb bir xona ishlab qo'yibdilar. Yakınlar aynan shu videoni tashlab qo'ying. Joyning umumiy narxini $155,000 deb turibdilar egasi. Ko'ngilga yo'l topsangiz 1-2 so'm hayrana qaytirib kelishib beradi. Biza joyning egasi aytgan bahoni aytamiz. Kelishingiz o'zingizga bog'liq xudo xolasa. Videoga bir dana chiroylisidan like bosib, donish bilishlar aynan shu videoni tashlab qo'ying. Jo'shmaydigan donish bilishingizda.